Biz vatanimizni azod qilishdan burun kallamizni azod qilishimiz kerak. Agar bizning kallamiz azod bo'lmasa, biz hech nimani azod qila olmaymiz. Bunda bir qissa bor. Bir ingliz darslik muallimi sinfga kirgan ekan. Darsni tushuntirib, qanday tushundingmi, qanday ekan desa, o'quvchilarning hammasi voy ingliz bek zo'r muallim, bek qiyin. Tushunmadi. Bu ingliz dars bek qiyin deb turibdi-da. Shuni bilan muallim gap qilmay turib, taxtaga bir nima chizibdi. Bir shisha chizibdi, og'zi kichik shisha. Uning ichiga bir to'xini chizibdi. Sizib shuningdek o'quvchilarga debdi. Endi mushu to'xini shishining ichidagi shishini sundimay, to'xini o'ltamay, qanday chiqarib bo'ldi, kim chiqirdi degandan keyin o'quvchilar mumkin emas, yoki to'xi o'lidi, yoki shishini sundirish kerak, boshqa turli chiqarib olmaydi debdi. Birisi debdi, ya muallim, shuni kim ashi kirgizgan bo'lsa, shishining ichiga to'xini o'zi chiqara oladi, o'zi chiqarsin deganda, ha tamom, men mushu javobni istaydim sizlardan. Yaxshi javob berdim shuningga deb. Demak, sizlar inglizcha ingliz tili qiyin deganni sizlar kallangizga o'zingizlar kirgizib oldinglar. Bunga men har qancha inglizcha unda zo'r emas, inglizcha qulay, tirishsa bo'ldi deb men qilganim bilan, deganim bilan sizlarning kallangizga o gapni chiqaramayman, ya'ni o fikrni chiqaramayman. Shunga o'zingizlar kallangizga kirgizib olgan fikr bo'lgandan keyin o'zingizlar kallangizga chiqarishingiz kerak. Uningga aslarda ingliz tilini o'rganishmi normal bir ishgan degan tushuncha keldi debdigan. Shunga biz avval kallamizni azod qilishimiz kerak.